Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi kamin pechkamiz. Namangan viloyati Mingbuloq tumani Gigant qishlog'iga akamiz zakaz qilishdi, 1 metrlardan olib kelib, o'rnatib, yoqib berdik. Xizmatlar vodiy bo'ylab, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, alohida nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Videoga like bosib, kim qayerdan ko'ryapti, yozib ketish esdan chiqmasin. Ozgincha ma'lumot berib ketamiz pechka haqida, xizmatlar haqida, narxlari haqida. Xo'p. 1 metrlisi 3,5 ga 4,5, 5 xonalarda ikkitasini bemalol isitib beraveradi. Agar yoqsalaring 6 metrgacha isitib beraveradi. Ham yo'g'ini o'zimiz olib kelib, o'rnatib, yoqib beramiz. Uyda egasi sement qum shiperdan chiqadigan bo'lsa, bitta azbis turba gelini olib qo'yadi, qolganini ugolnik, lis, sabljubka, pechka qanoti bo'ladi, to'rlik listda lazerda kesilgan bo'ladi. Xohlasalaring 1 metrli, xohlasalaring 1,30lik zavodskoy, xohlaganlaringni olib borib, o'rnatib, yoqib beramiz. Xizmatlar vodiy bo'ylab. Narxini oxirida aytib ketamiz. Oxirigacha ko'rganlar narxini ham bilib oladi. Bo'lmasa pechkani 1 metrlisida orqada bitta, oldida bitta duxovka bo'ladi. Mana bu so'kka g'ishlari. Orqa tomoni pechkamizda, old tomoni ham ko'rsatamiz. Oldi tomoni mana. Yoqib sinadik. Tortishlari juda chiroyli. Oldi ko'rinishi, oldi tomonda turba bo'ladi. Turbadan tozalab bemalol bir hafta 10 kunlarda yengil tozalanib tursa, u tutamaydigan bo'lib, yoqib bemalol foydalansa bo'laveradi. To'rlik lis. Bunda tekis varianti ham bor. Reflemkadan qilingan, lazerda kesilgan. Mo'ri zigzag o'chib ketgan. Tozalaydigan joylari. Xizmat bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.